Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana men trenirovkani уже 6-kuni. Zo'r rezultat va chotki. Bitta ma'lumot aytaman, yana bir o'zimning tajribamdan kelib chiqqan ma'lumot bu. Misol bir kun trenirovka qildingiz, zakonni terladingiz, badaningizdan 100% suv chiqdi. 10% yog' chiqadi. 10% dan pastroq tuz, shakarlar chiqadi. Ya'ni bu degani 100% suv chiqadi. Suvni ichasiz, yana obratni terlagandan keyin odam chanqaydi. Yana obratni suv ichganingizdan keyin haligi 100% suv где-то 98-97 bo'lib yana organizmga qaytadi. Suv mutlaqo chiqarib yuborishda iloji juda yo'q, kam juda ham. Hech kim buni qila olmaydi, chunki odam sog'lig'i ko'tarmay qoladi. Lekin mana bu chiqib ketgan 10% dan kamroq shakar, tuzlar qaytmaydi lekin. Qaytganda taqdirda ham juda ham past miqdorda qaytadi. 1-2% yog' yig'iladi, 1-2% shakar yig'iladi. Lekin bir kunlik trenirovkada chiqib ketgan 10% yog' yoki 5-6% shakar, tuzlar unaqangi bo'lib qaytmaydi, juda kam miqdorda qaytadi. Lekin suv ko'proq ichasiz, suv yana organizm joyiga qaytadi. Ya'ni trenirovka qilaverasiz, 10%, 5-6% shakar, tuzlar bo'lib kasalliklarni polni badandan olib chiqib ketadi. Shu ma'lumot. Tushunmaganlar bo'lsa, bemalol savol-javob qilishingiz mumkin. Inshaalloh men zal ochish harakatidaman, zalda ochib olsam. Addushi hammani taklif qilaman. Sog'lom hayot, sog'lom turmush tarzi shu tartibda. Ya'ni eng muhimi, eng glavnisi sunnatga muvofiq, ya'ni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, zaif mo'mindan kuchli mo'min afzal deyishgan. Bu degani kuchliroq bo'linglar mo'minlar. Ya'ni misol mana hozir hamma o'zini zo'rman deb o'ylaydi. Lekin bu bilan men bu gapim bilan ko'chaga chiqib urushinglar, to'palang qilinglar demoqchi emasman. Lekin kuchli bo'linglar demoqchiman. Vaqt soat keladi, erkak kishida shunaqangi sinovlar bo'ladi. Ya'ni chestiga tegadigan gap so'zlar, ota-onasini haqorat qiladigan, o'z ahli ayolini haqorat qiladigan, qizlarni, opa-singillarni haqorat qiladigan vaziyat bo'lib qoladi. Ana shunda erkak kishi o'z kuchini ko'rsatishga to'g'ri keladi. Shunga tayyor turish kerak erkak kishi. Masalan, deylik, ko'chada kimdir noo'rin chestingizga tegadigan gap gapirib qo'ydi. O'zimizni so'ksa ham, ursa ham, tepsa ham, misol shaxsan menda shunaqangi xarakter, kimdir meni orqamdan yomonlasa, kimdir gapirsa, kimdir so'ksa, men o'zimga olmayman, e'tibor bermayman hech qachon. Lekin chestimga tegsa, dakkansa olib boraman. Oxirigacha boraman. Menda shunaqa xarakter. Men o'shanga o'zimni tayyorlab boraman. Misol o'ylashingiz mumkin, любойni bitta urib yotqizib qo'yishi mumkin deyishingiz mumkin. Yo'q, o'zi aslida unaqangi bassiz. Trenirovka qilmayapsizmi? Unaqangi bassiz. Siz ko'chaga chiqib urushganingizda trenirovka qilganingizdan-da ko'proq energiya sarflaysiz. Ya'ni kimdir bilan urushib ketdingizmi, 30 sekund, 40 sekundga bormasdan уже bo'ldi, pristup beradi. Charchaysiz, hansirlaysiz, tinmaysiz. Короче, tinib qolasiz demoqchiman. Shunga erkak kishi o'zini sekin-sekin har narsaga tayyorlab olib borish kerak. Shuning uchun men trenirovkani maslahat beraman. Hammadan uzr so'rayman, bugun gapim ko'payib ketdi, lekin bu gaplar qalbdan chiqqan gaplar. Bosinglar.